Uchinchi darsga xush kelibsiz. Fe'l so'zlarni yodladingiz deb o'ylayman. Xo'p, endi biz bugun ot degan mavzuni o'tamiz. Ot. Ot bu hayvon emas, dukur-dukur qilib yuradigan yoki nimadir ot emas. Bu grammatikada kim nima savoliga javob beradigan so'z. Kim nima savoliga javob beradigan so'z. Misol uchun fe'lda nimadir qil deyishimiz kerak edi fe'lda. Yoz, o'tir, tur, nimadir qil, nimadir ish harakatda harakatlanish kerak. Otda bo'lsa nimadir nomi qisqasi. Misol uchun nima? Devor, nima? Doska, yo'l, mashina, ko'cha, eshik yoki kim? Ayol, ota, erkak, qiz, bola, farzand yoki ustoz kim degan savolga javob beradi. Bo'ldi. Endi otda biza yangi so'zlarimiz bor. O'shalarni men o'qiyman, ketimdan qaytarasiz, keyin mashq qilamiz. Qani o'qiyman, ketimdan qaytaring. Car, way, road, home, house, city, town, country, village, building, street, shop, store, grocery. Mana shuni grocery yoki grocery desangiz ham bo'ladi. Driver, officer yoki police officer. U ham to'g'ri, bu ham to'g'ri. Militsiyachi degani. Sing yoki staff. Place, spot. Work, job. Key, door. Mana shular yangi so'zlarimiz. O'zbekchasini yozib qo'yganman. Xo'p, ot degan so'z. Misol uchun mashina demoqchi bo'lsangiz, oddiy mashina. Car bo'lmaydi. Faqatgina carni o'zini aytmaysiz, z ham qo'shasiz. The car, qaytaring. The car. Ot so'zdagi har doim z ni qo'shtirib aytasiz. Xo'p, aytayotganingizda. The. Misol uchun mashina nima ekan? The car. Yo'l nima ekan? Way yozmas. The way. Yo'l yoki the road. Uy. The home. The house. Shahar, the city. Shaharcha nima bo'ladi? The town. Davlat. The country. Qishloq nima bo'lar ekan? The village. Bino. The building. Ko'cha. The street. Ko'rdingizmi? Ot so'zlardan oldin har doim z ni qo'shib qo'yamiz. Nimaga demen? O'shanga ingliz tilida shunaqa z qo'shiladi. O'zi en degan narsa ham qo'shiladi. U bizga hozir muhim emas, faqat z bilan o'rgatib ketaman. Chunki men sizga hozir gaplashishni o'rgatmoqchiman. Siz gapirayotganingizda z ni ishlatib etsangiz bo'ldi. Xo'p, ot so'zdan oldin nima qo'yar ekansiz har doim? Qoida bu. Z ni ishlatasiz. Qara, men bu shopga nima qanaqa bo'ladi? Shopga z ni qo'shsangiz, the shop, storegacha. The store. Keyingisi grocery qaytaring. Grocery. The grocery bo'ladi. Xo'p, shu yerga qaraymiz. Shop, store qaytaring. Shop, store. Magazin degani grocery qaytaring. Grocery bu mini market. Oziq-ovqat magazinlariga grocery deydi inglizlar. Undan tashqari qolgan hamma magazinga shop yoki store deydi. Xo'p. Grocery qaytaring. Grocery. Oziq-ovqat magazin. Endi men oziq-ovqat magazinni yozmadim, mini market deb yozdim. Bizda o'zbekchada mini market hammasi shu oziq-ovqatda. Supermarket qanaqa bo'ladi desiz, u supermarket bo'laveradi. Haydovchi. The qo'shtirib ayting. The driver, militsiyachi, the officer yoki the police officer. The police o'zini aytsangiz ham bo'ladi, militsiyachi bo'ladi o'shanda. Xo'p. Militsiya bo'ladi. Men bilan militsiyachi. Narsa. The thing yoki the stuff. Qani zeni qo'yib turib ayting place ga. The place yoki the spot. Ish. The work yoki the job. Mana shu work so'ziga qarang, fe'lda ham work bor edi, ishla degan edi, to'g'rimi? Buni mana shu ot so'ziga o'xshatamiz. Otmas qo'y degan so'zga o'xshataylik. Qo'yda ham misol uchun bittasi hayvon, bittasi nimadir, qaqqadir qo'y degan edimi? Bunda ham work ham xuddi shunaqa so'z. Ham fe'l bo'la oladi, ham ot so'z bo'la oladi. Fe'l bo'lsa bu ishla degani, ot bo'lsa oddiy ish degani.
Tushundingizmi? Ikki xil ma'nosi bor. Ham ishla, ham ish. Shuning uchun u yoqqa ham yozdim, bu yoqqa ham yozdim. Kalit. Z'ni qo'shtirib ayting. The key, eshik, the door. Yana bitta eshitmoqchi bo'lsangiz, bitta qaytarib ko'rib oling. Xo'p. Endi qani mashq qilamiz. Siz so'zlarni yoduvmidingiz, yo'qmi? Fe'llarni. O'shalarga mashq qilamiz. Qarang. Mashinani kut. Mashinani kut demoqchimiz. Qanaqa bo'ladi? Mashinani ikkalovi the car bo'ladi, bo'ldi. Xo'p. N qo'shilib qolsa boshqa so'z bo'lib qolmaydi. The car deyverasiz. Mashinani yoki mashina. Misol uchun yo'l ham way degani, yo'lni demoqchi bo'lsa ham, way turaveradi. Yoki uy home bo'lsa, uyni demoqchi bo'lsa, home yoki house aytaverasiz. Shahar nima? City qaytaring. City. Shaharni demoqchi bo'lsa nima bo'lar ekan? U ham city turaveradi. O'zbek tilida nimadir qo'shilsa, ingliz tilida n qo'shilmaydi. Xo'p. Shaharcha, town, shaharchani demoqchi bo'lsa, u ham town yoki narsa, thing, qaytaring, thing. Narsani demoqchi bo'lsa nima bo'ladi? Bu ham thing. Nimadir n demoqchi bo'lsa, o'sha so'zni aytib qo'yasiz. Bo'ldi. Xo'p. Shu tomoni oson. Xo'p. Mashinani kut demoqchimiz. Kut nima degani edi? Yo'q, birinchi mashina nima degani mashina? Mashina the car. The car kut bo'lsa wait, to'g'rimi? Mashinani kut demoqchi bo'lsa the car wait bo'lmaydi. Nabarot. Buyruq berayotganimizda birinchi fe'lni aytamiz, keyin nimaniligini aytamiz. Xo'p, qolgan narsani keyin aytamiz. Asosiysi birinchi fe'lni aytib oling, bo'ldi. Shunda kut nima degani? Wait nimani? Mashinani. The car. Wait the car. Qaytaring. Wait the car. Yoki magazinni och. Magazinni och. Qanaqa bo'ladi? Qani aytingchi? Mana magazin degani shop yoki store ishlatsangiz ham bo'ladi. Shop ishlataylik. Magazinni och. Och nima degani edi? Open. Shunda magazinni och qanaqa bo'ladi? Birinchi fe'lni aytasiz. Mana. Fe'lni ayting. Och nima degani? Open. Qolgan narsani keyin aytaverasiz. Open magazinni. The shop. The qo'shtirib ayting dedimmi? Ot so'zga. Open the shop. Bo'ldi. Open the shop. Yoki eshikni yop deymiz. Qanaqa bo'ladi? Eshikni yop. Eshikni yoping. Aytingchi? Eshikni yoping. Birinchi fe'lni aytasiz. Buyruq berilayotganda. Fe'l mana. Yoping. Yop nima degani? Close. Eshikni. Mana eshik. Close the door. Qaytaring. Close the door. Ko'rdingizmi? Nimadir qil demoqchi bo'lsangiz, birinchi fe'lni aytasiz, keyin nimaligini aytasiz. Xo'p, qoidasi shunaqa. Hozir bo'lsa, mana manba lug'atingizga mashq so'zlarni yozib oling. Men hozir yana menimki mashq yozaman, o'shani qilamiz. Fe'lni yodlagan bo'lishingiz kerak. Shuning uchun men aytdim sizga fe'lni yodlang, keyin o'ting bu darsga. Fe'lni yodlamasangiz qiynalib o'tiraverasiz. Ertaga menga natija bo'lmayapti demang, natija bo'lish uchun siz so'zlarni aytgandek qilib yodlashingiz kerak. Xo'p, hozir bo'lsa mana videoni pauza qilib turib yozing, ozginadan keyin mashq qilamiz. So'zlarni, otlarni deganim, otlarni yozing. Mana endi mashq qilamiz. Qarang. Fe'llarni yodlab olgan bo'lishingiz kerak. Xo'p, ot so'zlarni men bittadan ko'rsatib turaman o'zim. Magazinni ol. Qanaqa bo'ladi, qani? Magazinni ol. Magazin mana degani shop yoki store. Shop bilan aytasiz. Xo'p. Ol nima degani edi? Get yoki take. Get ishlating mayli. Magazinni ol. Qanaqa bo'ladi? Og'zaki aytingchi siz birinchi. Birinchi mana fe'lni aytasiz. Buyruq berayotganda eshiting. Nimadir buyruq berayotganingizda birinchi har doim fe'lni aytib olasiz, keyin qolgan narsalarni aytasiz. Xo'p, shunda ol nima degani? Get magazinni the shop.
ot so'zga z'ni qo'shtirib ayting dedim. Qaytaring. Get the shop yoki take the shop. Get o'rniga take ishlatsangiz ham bo'ladi. U ham ol degani. Keyingisi mashinani chaqir. Mashinani chaqir. Chaqir nima degani edi? Call. Endi mashinani chaqir deymiz. Qanaqa bo'ladi? The car call emas. Birinchi fe'l letasi buyruq berayotganda, eshitsa buyruq berayotganda, kimdirga nimadir qil yoki qilma deyotganingizda birinchi fe'l letasiz, keyin qolgan narsalarni aytasiz. Xo'p, nima bo'lsa keyin aytasiz ular. Qani? Chaqir. Call mashinani. The car. Call the car. Yo'lni yoping. Qanaqa bo'ladi? Ayting o'zingiz. Yo'lni yoping. Mana yo'l. Way degani. Way. Yo'lni yoping. Ayting. Close the way degan bo'lsangiz to'g'ri. Way o'rniga road ishlatsangiz ham bo'ladi. Close the road. Close the road yoki close the way. Yo'lni yoping. Uyni ber. Qanaqa bo'ladi? Uyni ber. Mana uy. Home yoki house degani. Ayting, uyni ber. Qanaqa bo'ladi? Give the home. Give the home yoki give the house. Give the home, give the house. Fe'llarni yodlagan bo'lishingiz kerak deyapman. Qarang, fe'lni yodlamasdan turib buni ko'rayotgan bo'lsangiz, shunda to'xtating videoni, fe'llarni birinchi yodlang. Lug'atni yozib oling dedim, yozib turib yodlang, keyin bu videoni ko'ring. Xo'p, yo'masa foydasi uncha yaxshi bo'lmaydi. Shaharni eshiting. Shahar mana city, qaytaring. City. Shaharni eshiting qanaqa bo'ladi? Listen the city. Listen the city degan bo'lsangiz to'g'ri. Ishni qil. Mana ish work yoki job. Xohlaganingizda ishlataverasiz. Qani ishni qil qanaqa bo'ladi? Do the work yoki do the job. Qaytaring. Do the job. Ishni qil degani. Keyingisi mana bu yerda tushundingiz, birinchi fe'lni aytasiz, buyruq berayotganingizda, keyin qolgan narsa nima bo'lsa aytaverasiz. Ishni qil. Qil aytasiz birinchi do, keyin o'sha ishni. The job, the work. Yo'lni berma. Yo'l bu yoqda yana way yoki road. Qaytaring. Way, road. Way ishlating. Qani? Yo'lni berma. Qanaqa bo'ladi? Berma. Fe'ldan boshlaysiz birinchi. Mana fe'l aytasiz. Berma. Ber, give degani edi. Berma qanaqa bo'ladi? Don't give. Don't give yo'lni. The way. Qaytaring. Don't give the way. Keyingisini o'zingiz qilasiz. Mini marketni och. Mana mini market. Grocery. Qaytaring. Grocery. Mini marketni och. Qanaqa bo'ladi? Ayting og'zaki men yozgunimcha. Open the grocery. Qaytaring. Open the grocery. Shunaqa degan bo'lsangiz to'g'ri. Bularni o'zi to'g'ri qilayotgan bo'lishingiz kerak. Qilasizmi to'g'ri yoki yo'qmi? Qilolmayotgan bo'lsangiz, demak, fe'lni yodlamagansiz. O'tgan darsni yaxshi tushunmagansiz. Yana bitta boshdan ko'ring, keyin bu yoqqa o'ting. Qila olmayotgan bo'lsangiz, yaxshi, молодец. Shunaqa davom eting. Haydovchini chaqirmang. Haydovchi mana driver. Qaytaring. Driver. Driver. Driver yoki driver. Haydovchini chaqirmang. Qanaqa bo'ladi? Og'zaki ayting o'zingiz. Men to'g'ri variantini yozyapman. Don't call the driver. Qaytaring. Don't call the driver. Chaqirmang. Don't call haydovchini the driver. Keyingisi militsiyachini chaqiringlar. Militsiyachini chaqiringlar. Mana police officer, officer o'zini aytamiz, xo'p? Officer qaytaring. Officer, militsiyachi. Militsiyachini chaqiringlar. Chaqiring deyapti bu yerda. Qanaqa bo'ladi? Og'zaki ayting. Militsiyachini chaqiringlar. Qanaqa bo'ladi? Call the officer. Qaytaring. Call the officer. Call the officer yoki call the police desa ham bo'ladi. Call the police yoki call the police officer. U ham bo'ladi. Uchala ham to'g'ri. Narsani ol.
Mana narsa. Sing qaytaring. Sing yoki stuff. Sing ishlatamiz. Narsani ol. Take the thing yoki get the thing degan bo'lsangiz ham to'g'ri. Qaytaring. Take the thing. Take the thing. Oxirgisi kalitni berma. Qanaqa bo'ladi? Kalitni berma. Mana kalit. Key. Qaytaring. Key. Kalitni berma qanaqa bo'ladi? Berma. Don't give. Don't give the key. Shunaqa degan bo'lsangiz to'g'ri. Bitta o'qiyman, ketimdan qaytarasiz. Qarang, men o'zbek inglizchasini o'qiyman, siz inglizchasini qaytarasiz. Magazinni ol. Get the shop. Qaytaring. Mashinani chaqir. Call the car. Ovozni baland chiqarib turib ayting. Hop. Yo'lni yoping. Close the way. Uyni ber. Give the home. Shaharni eshiting. Listen the city. Ishni qil. Do the work. Mashta make the work desiz ham bo'ladi do o'rniga yoki do the job desiz ham to'g'ri. Hop. Keyingisi yo'lni berma. Don't give the way yoki don't give the road. Mana road ham bo'ladi bu yerda. Mini marketni och. Open the grocery. Open the grocery yoki open the grocery. Sh deb aytsa ham bo'ladi mana. Open the grocery yoki open the grocery. Haydovchini chaqirmang. Don't call the driver. Don't call the driver. Militsiyachini chaqiringlar. Call the officer. Call the officer. Narsani ol. Take the thing. Take the thing. Kalitni berma. Don't give the key. Don't give the key. Yaxshi tushunmagan bo'lsangiz yana bitta videoni ko'ring. Tushundingiz-a? Asosiysi birinchi mana yo'lni yoping. Bo'lsa, birinchi fe'lni aytib olasiz, buyruqni birinchi aytasiz, yoping. Close, yo'lni keyin aytasiz, the way. Endi inkor bo'lsa, misol uchun mana haydovchini chaqirmang. Chaqiraydi, endi chaqirma demoqchi bo'lsangiz, unda ham xuddi shunaqa birinchi fe'lni aytib olasiz, chaqirmang. Don't call. Kimmi? Mana haydovchini, the driver. Asosiysi birinchi fe'lni aytib olsangiz, buyruq berayotganingizda faqat qolganini keyin aytaverasiz. Hop, ingliz tili shunaqa. Keling, endi yana mashq qilamiz. Faqat og'zaki qilamiz bu safar. Keyin men to'g'ri variantini aytaman. Hop. Qani, mashinani haydama. Qanaqa bo'ladi? Mashina car degan edi. Qani ayting, mashinani haydama. Sizga 4 sekund. Don't drive the car. Shunaqa bo'lish kerak. Birinchi fe'lni aytasiz, buyruq berayotganda, keyin qolgan narsani aytasiz. Hop. Joyni ko'r qanaqa bo'ladi? Mana joy, place. Place. Qani ayting? See the place yoki see the spot. Look bo'lmaydi, look qara degani. Bizga ko'r kerak. See the spot yoki see the place. Ko'chani gapirma. Hop, ko'cha. Street qaytaring. Street. Ko'chani gapirma qanaqa bo'ladi? Don't talk the street yoki don't speak the street. Keyingisi kalitni olib kel. Kalit. Key qaytaring. Key. Kalitni olib kel qanaqa bo'ladi? Ayting. Bring the key. Bring the key. Binoni sotib olmang. Bino mana building. Building. Mana bu uni o'qimaymiz. Building. Binoni sotib olmang. Qani ayting? Don't buy the building. Qaytaring. Don't buy the building. Keyingisi qishloqni sotib ol. Mana qishloq. Village qaytaring. Village. Qishloqni sotib ol. Qanaqa bo'ladi? Ayting. Buy the village degan bo'lsangiz to'g'ri. Joyni bermanglar. Mana yana joy. Place qaytaring. Place. Joyni bermanglar. Don't give the place. Don't give the place. Ishni olinglar. Ish.
work yoki job degan. Qaytaring. Work, job. Qani ishni olinglar. Qanaqa bo'ladi? Take the work yoki get the job. U ham to'g'ri, bu ham to'g'ri. Magazinni tashlab keting. Magazin yana shop yoki store. Store bilan ayting bu safar, hop, store bilan. Magazinni tashlab keting. Qanaqa bo'ladi? Ayting. Leave the store yoki leave the shop. Fe'llarni yodlagan bo'lishingiz kerak edi. Fe'llarni yodlamagan bo'lsangiz yodlang. Keyin bo'lsa bu so'zlarni lug'atingizga yozib olib turib, bularni o'zbekcha, inglizcha o'qib turib yodlang, hop. Bundan keyingi videoda yana mashq qilamiz, faqat ozgina boshqa so'zlar bilan. Hozir bo'lsa videoni pauza qilib turib, buni so'zlarini yozib oling. Ibrohim aka, men ingliz tilini noldan faqat gaplash uchun o'rganmoqchiman. Sizda shunga mos kursingiz bormi? Faqat gaplash uchun o'zi o'rgansa bo'ladimi? Anu bir xil grammatika qiyin qoidalarni o'tmasdan, yozib o'tirmasdan o'rgansa bo'ladimi desiz? Meni 3 oylik gaplashish kursim bor. Yaqinda chiqqan. Noldan harfdan boshlab o'rganasiz. To'g'ri o'qish ham bo'ladi. 2-3 darsdan o'sha gapirishni ham o'rganasiz, gapirishni boshlaysiz. Shuning uchun shu kursimni olish uchun shu nomerga Telegram yoki WhatsAppdan gaplashish deb yozing. Bu 30 ta darslik 3 oylik kurs bo'ladi. Gaplashish kursi. U qanaqa bo'ladi? Tayyor onlayn kursdan o'rganasiz. Kurs olganingizdan keyin sizga saytdan parol beramiz. Saytga kirib parol yozsangiz darslar chiqadi va birinchi darsdan ketma-ketida o'rganasiz. Yozib o'tirishingiz shart emas, faqat ko'rib o'rganasiz. To'g'ri o'qish ham bo'ladi aytganimdek. Qanaqa bo'ladi unda yozmasam desangiz, sizga lug'at beraman 20 ta 30 ta, har 3 ta 4 ta darsda. O'shani yodlaysiz va ular bilan mashq qilasiz, gaplashishni o'rganamiz. Gaplashishni, gapirishni o'rganganingizdan keyin eng kerakli va muhim bo'lgan inglizcha narsalarni gapira olasiz. Faqat eng kerakli muhimlarini. Hech qanaqa daraja-paraja bo'lmaydi. Bu noldan. Bu kurs ko'proq kimga mos? Chet elga ketmoqchi bo'lgan yoki chet elda yashaydi, yoki truck driver yoki chet elda ish qiladi, inglizini bilmaydi. Rosa qiynalib ketyapti. Nechidir oydan beri, nechidir yildan beri balki inglizini o'rgana olmayotgandir, o'rgangisi kelib turib, unga o'ziga mos kurs bo'lmayotgandir, chiqmayotgandir. O'shalar uchun mana shu kursimiz mos. Shu kursdan o'rganing va xudo xohlasa 3 oyda ingliz tilida gapirib ketasiz. Misol uchun men bu yoqqa borishni xohlayman. Mana bu narsa sizga kerakmi? Bu sizda bormi? Ha, menda bu bor. Mana shu hamma narsani o'rganasiz. Men ish qilgani ketyapman yoki men 5 kundan keyin kelaman. Men hozir 2 soatdan keyin boraman. Mana shunaqa narsalarni o'rganasiz. Mana shu hamma aytgan narsalarimni shu 3 oylik kurs gaplash kursida o'rganib olasiz. Shuning uchun olg'a 2026-yilda ingliz tilida gapirib keting. Yaxshi, endi yangi otlarni o'tamiz. O'qiyman, ketimdan qaytarasiz. Hop. Guy, qaytaring ovozni baland chiqarib. Guy, man, woman, woman. Mana buni o'qimaymiz ani. Woman, boy, girl, girl. To'g'ri o'qishda mana shu girlni qanaqa o'qilishini o'rgatgandim. Girl bo'ladi. Hop, yana girl, girl deb o'tirmang. Girl, r-ni r qilamiz. Girl, girl, dad, mom, neighbor, neighbor. Mana buni y qilamiz. Neighbor. Ham o'ni o'qimaymiz, hop. Neighbor qaytaring. Neighbor. School, school. Friend, friendda ham i'ni o'qimaymiz. Friend, buddy, dude. Qaytaring. Friend, buddy, dude. Friend o'rtoq degani, buddy bilan dude bo'lsa bu og'ayni. O'sha o'rtoqni sal ko'charoq varianti og'ayni bo'ladi-da. Og'zakida ishlatiladi faqat. Buddy, dude. Hop. Keyingisi something, something, some degi e'ni o'qimaymiz. Something, anything, anything, nothing, qaytaring. Nothing, everything, everything, mana e'ni o'qimaymiz. Everything, everybody, everybody, everyone, qaytaring. Everyone. Bularda ham e'ni o'qimaymiz. Hop, yana bitta o'qiyman, ketimdan qaytaring. Something, anything, nothing, everything, everybody, everyone. Hop, endi
Yana mashq qilamiz. Fe'l bilan otni bir-biriga qo'shtirib qilamiz. Og'zaki aytasiz. Xo'p. Yigitni eshitinglar. Qanaqa bo'ladi? Qani aytingchi? Yigitni eshitinglar. Mana yigit. Shu ketma-ketlikda berganman gaplarni. Yigit, guy qaytaring. Guy. Yigitni eshitinglar. Qanaqa bo'ladi? Listen the guy degan bo'lsangiz to'g'ri. Keyingisi erkakni chaqirmanglar. Qani erkakni chaqirmanglar. Erkak kishi mana man qaytaring. Man. Qanaqa bo'ladi? Erkakni chaqirmanglar. Don't call the man. Qaytaring. Don't call the man. Ayolni kutmang. Qani ayolni kutmang. Ayol mana woman qaytaring. Woman degani o'zingiz ayting. Men ozginadan keyin yozaman to'g'ri variantini. Ayolni kutmang. Qanaqa bo'ladi? Og'zaki inglizchasi. Kutmang. Don't wait the woman. Don't wait the woman. Keyingisini ayting. Bolani ko'ring. Mana bola. Boy qaytaring. Boy. Qanaqa bo'ladi bolani ko'ring? Ayting. See the boy. Qaytaring. See the boy. Keyingisi qizni olib keling. Qanaqa bo'ladi? Qani? Qizni olib keling. Qiz bo'lsa girl qaytaring. Girl. Girl. Hop, qizni olib keling. Ayting. Bring the girl. Bring the girl degan bo'lishingiz kerak. Shunaqa bo'ldimi yo'qmi? Aytingchi. Bring the girl. Otani olib bor. Otani olib bor. Olib kel bring edi. Yana boshqa so'z bor edi. Olib bor yoki olib ket. Nima edi u? Ota bo'lsa mana dad qaytaring. Dad. Father desiz ham bo'ladi, lekin dad ko'proq ishlatiladi. Dad. Daddy bo'lsa otajon degani. Otani olib bor. Qanaqa bo'ladi? Take the dad. Qaytaring. Take the dad. Bunisini qilamiz. O'rtoqni kut. Mana o'rtoq. Friend. Xohlasangiz buddy yoki dude ham ishlating. Qani? O'rtoqni kut qanaqa bo'ladi? Wait the friend. Yoki wait the buddy, wait the dude. Nimadirni yozing. Nimadirni yozing. Nimadir mana. Nimadir yoki bir narsa, bir nima. Something qaytaring. Something. Bularni bekorga belgilab qo'yganim yo'q. Bularni belgilaganimiz sababi bularga z qo'yib o'tirmaymiz. Shundoq o'zini yozamiz. Hop, hech nima qo'shmaymiz. Shundoq o'zi yoziladi. Misol uchun nimadirni yozing qanaqa bo'ladi? Yoz nima degani edi? Write nimadir bo'lsa something. Qaytaring. Write something. Bu yerda the something deb o'tirmaysiz. Buni qo'ysangiz o'sha xato bo'lib qoladi. Mana mana shu so'zlarga bular mustasno. Nima ekan? Mustasno degani ani qoidalarga amal qilmaydi degani. Bularga hech nima qo'shib o'tirmaymiz. Shunda o'zini aytamiz, qo'yamiz. Hop, har doim shunaqa bo'ladi. Qaytaring, o'qiyman, qaytarasiz. Something, anything, nothing, everything, everybody, everyone. Shularga hech nima qo'shib o'tirmaysiz. Hop, shunda nimadirni yozing, write something bo'ldi. Keyingisi xohlagan narsani qil. Mana xohlagan narsa. Anything qaytaring. Anything. Qanaqa bo'ladi? Xohlagan narsani qil. Aytingchi. Do anything. Do anything. Yoki make anything degan bo'lsangiz ham to'g'ri. Hamma narsani gapirma. Hamma narsani gapirma. Mana hamma narsa. Everything qaytaring. Everything. Hamma narsa degani. Hamma narsani gapirma. Qanaqa bo'ladi inglizchada? Aytingchi. Don't talk yoki don't speak everything. Shunaqa dizmish qilib qaytaring. Don't talk everything. Don't talk everything. Bu yerda z qo'ymaymiz dedim.
Hammani chaqir. Mana hamma, everybody yoki everyone qaytaring. Everybody, everyone. Nimaga hamma deb odam deb yozib qo'ydim? Faqat insonlarga ishlatiladi, odamga ishlatiladi. Narsalarga everything ishlatamiz. Odam bo'lsa everybody yoki everyone ni ishlatamiz. Shunda hammani chaqir deganda odamlarni aytyapmiz. Qanaqa bo'ladi? Call everybody yoki call everyone. Bu ham to'g'ri, bu ham to'g'ri. Nimaga bu yoqda everyone, one deb o'qilyapti desangiz, 1 2 3 4 bor edi-yu sanash. O'shandagi one deb bu. Everyone. Nimadir ye qanaqa bo'ladi? Mana nimadir. Something. Bir narsa nimadir. Nimadir ye. Aytingchi? Eat something. Yoki have something siz ham to'g'ri. Have ham ye ich degan edi. Have something. Qani endi men o'zbekcha inglizcha o'qiyman, siz faqat inglizchasini qaytarasiz. Xo'p? Talaffuzni to'g'rilash uchun bu. Yigitni eshitinglar. Listen the guy. Qaytaring ovozni baland chiqarib. Erkakni chaqirmanglar. Don't call the man. Don't call the man. Ovozni baland chiqarib ayting. Ayolni kutmang. Don't wait the woman. Bolani ko'ring. See the boy. Qizni olib keling. Bring the girl. Otani olib bor. Take the dad. O'rtoqni kut. Wait the friend. Nimadirni yozing. Write something. Xohlagan narsani qil. Do anything. Do anything. Hamma narsani gapirma. Don't talk everything yoki don't speak everything. Hammani chaqir. Call everybody yoki call everyone. Oxirgisi nimadirni ye. Eat something yoki have something. Keling endi yana mashq qilamiz, faqat og'zaki aytasiz. Yozib o'tirmayman. Otlarni ko'rsataman faqat, u yo'qni o'zingiz aytasiz. Nimadir sotib ol. Nimadir degani something. Qanaqa bo'ladi? Nimadir sotib ol. Aytingchi? Og'zaki ayting. Men o'zim aytgunimcha. 3-4 sekund vaqtingiz bor. Nimadir sotib ol. Qanaqa bo'ladi? Buy something. Hamma narsani bil. Hamma narsani bil. Hamma narsa everything. Qaytaring. Everything. Bil nima degani edi? Hamma narsani bil. Yodlagan bo'lishingiz kerak u. Bil degan so'zni. Know everything bo'ladi. Know everything. Xohlagan narsani ich. Xohlagan narsa anything. Qaytaring. Anything. Xohlagan narsani ich. Qanaqa bo'ladi? Qani aytingchi? Drink anything yoki have anything. Have ham ye ich dedim. Hammani gapirma. Hammani ekan. Hamma everybody yoki everyone. Qaytaring. Everybody, everyone. Hammani gapirma. Qanaqa bo'ladi? Don't talk everybody yoki don't talk everyone. Yoki don't speak everyone, don't speak everybody. U ham to'g'ri, bu ham to'g'ri. Qanaqa degan bo'lsangiz. Hamma narsani yema. Hamma narsa everything. Qaytaring. Everything. Qanaqa bo'ladi hamma narsani yema? Don't eat everything yoki don't have everything. Qo'shnini chaqirma. Qo'shni mana neighbor. Qaytaring. Neighbor. Qo'shnini chaqirma. Qanaqa bo'ladi? Don't call neighbor. Don't call the neighbor. Bu yoqda uje z qo'yamiz. Mana bu so'zlarda z qo'ymasdik. Qolganlarda ot so'zlarda z qo'yishimiz shart. Xo'p, qo'shnini chaqirma qanaqa bo'ladi? Don't call the neighbor. O'rtoqni tushun. O'rtoqni tushun deymiz. Endi biz tushun deb o'tirmaymiz. O'rtoqni tushun. Qanaqa bo'ladi? O'rtoq mana friend yoki buddy yoki dude. Friend ishlating. O'rtoqni tushun. Get the friend. Get degani yetib bor, ol, tushun degan edi. Get the friend. Yoki get the buddy yoki get the dude. Bolani tushunma. Qanaqa bo'ladi? Bolani tushunma.
Boy degani bola. Qaytaring. Boy. Bolani tushunma qanaqa bo'ladi? Don't get the boy. Don't get the boy. Keyingisi. Maktabni tashlab ketma. Maktab. School degani. Qaytaring. School. Maktabni tashlab ketma qanaqa bo'ladi? Ovoz chiqarib ayting. Sekin aytmay. Tashlab ketmani yodlagan bo'lishingiz kerak. Don't leave the school. Don't leave the school. Bir narsa qoldir. Bir narsa qoldir. Bir narsa mana something. Qaytaring. Something. Bir narsa qoldir qanaqa bo'ladi? Leave something. Leave something. Hamma narsani qoldirma. Hamma narsa mana everything. Qaytaring. Everything. Hamma narsani qoldirma qanaqa bo'ladi shunda? Ayting. Don't leave everything. Don't leave everything. Bularda z ishlatmayapmiz. Z everything demayapmiz. Chunki mana bu oddiy so'zlarga z qo'shmaymiz dedim. Xuddi faqat o'zini ishlatamiz, o'zini aytamiz. Keyingisi hammani bil. Hammani bil. Hamma mana everybody, everyone. Qaytaring. Everybody, everyone. Everyone bilan aytingchi. Hammani bil qanaqa bo'ladi? Know everyone. Know everyone yoki know everybody. Yigitga yordam ber. Yigitga yordam ber. Xo'p, yigit mana guy qaytaring. Guy yigitga yordam ber. Qanaqa bo'ladi? Help the guy. Help the guy. Mana shuni yozing. Help the guy. Yigit ga ku. Nimaga gani ishlatmayapmiz desangiz, help fe'lidan keyin ga qo'yib o'tirilmaydi. Prosta so'zni aytsa, o'shanga yordam ber bo'lib qoladi. Shuning uchun bu yerda ishlatmadi. Hop, help the guy qaytaring. Yigitga yordam ber. Og'aynini chaqir. Og'aynini chaqir. Mana og'ayni. Friend o'rtoq degani, og'ayni bo'lsa buddy, dude qaytaring. Buddy, dude. O'rtoq ham o'zi og'ayni degani. Og'aynini chaqir. Buddy bilan ayting. Call the buddy. Call the buddy. Xo'p, bularni qila olgan bo'lsangiz, tabriklayman, yaxshi tushunyapsiz darslarni. Endi bo'lsa, shu so'zlarni lug'atingizga yozib yodlang. Bundan oldingi otlarni ham yodlang. Uyga vazifa bo'lsa, so'zlarni yodlash. Agar yaxshi tushunmagan bo'lsangiz, mavzuni yana bitta boshdan ko'rib oling. Darslarni xohlagan paytingiz, xohlaganingizcha ko'rsangiz bo'ladi videolarni. So'zlarni yodlang. Fe'l bilan mashi ot so'zlarni hammasini yodlang keyingi darsgacha, yo'masam u darslarni boshlamayman. Chunki ikkita dars endi yangi so'z bermayman, shular bilan mashq qilamiz. So'zlarni yodlang. Yodlayotganda ham birinchi o'zbekcha, keyin inglizcha yodlang. Xo'p, mana misol uchun yigit guy degani, erkak kishi man, ayol woman. Yana inglizcha o'qib, keyin o'zbekcha qilib turib yodlamayman. Misol uchun dad ota, girl qiz, boy o'g'il bola. Unaqa bo'lmasin, naborot. O'g'il bola boy, qiz girl, ota dad. Ovozni chiqarib turib o'qing, iloji bo'lsa yodlayotganingizda, shunda talaffuzi osonroq bo'ladi sizga aytish. Hozir bo'lsa videoni pauza qiling, bu so'zlarni yozib oling. Ibrohim ustoz, darslarni zo'r o'tarkansiz. Darslaringizni, videolaringizni ko'rib tushunyapman, ozgina narsa o'rgandim, xudoga shukr. Endi sizda men to'liqroq o'rganmoqchiman. 0 dan boshlab iloji bo'lsa, ketma-ketlikda deyotgan bo'lsangiz, 0 dan gaplashishgacha degan kursni chiqardim. 3 oylik kursda siz 0 dan gaplashishgacha o'rganasiz, yozib o'tirmaysiz va videoni ko'rib faqat lug'at yodlab o'rganasiz. Ketma-ketlikda aytganimni qilsangiz bo'ldi. Hech qanaqa darajaga chiqmaysiz, lekin asosiysi o'z xohlagan narsalarni gapirasiz, eng kerakli narsalarni o'rganasiz. Bu vaqti tig'iz, ishi bor, chet elda yashayotgan insonlar uchun yoki 2-3 oyda yana chet el chiqib ketadigan insonlar uchun. Bu narsani men qilish uchun 2 yildan ko'p harakat qildim, o'yladim, yozdim. Ko'p narsalarni tajribadan o'tkazdim. Bunaqa ketma-ketlikda o'rganaman desangiz, siz yozib-pozib o'tirmaysiz. Misol uchun siz Amerikada, Yevropada yoki Avstraliyada truck driversiz, bitta ishlayapsiz. Yozishga vaqtingiz yo'q, bemalol vaqtingiz yo'q. Siz ishlaysiz. O'sha yerda yashaysiz yoki yaqinda siz chet elga ketishingiz kerak, 2-3 oyda inglizni o'rganib olishingiz kerak. Agar siz shulardan bittasi bo'lsangiz, unda shu kurs sizga to'g'ri keladi. 3 oyda hech nimani yozmasdan turib, faqat eshitib va ko'rib o'rganasiz. Bu degani lekin siz hech qanaqa so'z yodlamaysiz degani emas, so'z yodlaysiz. So'zni yodlamasangiz unda natija bo'lmaydi. Kurs olish uchun shu nomerga Telegram yoki WhatsAppdan gaplashish deb yozing va sizga qanaqa bo'lishi bilan narxlarini tashab yuboramiz.